Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola o'quvchi va abituriyentlar uchun mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Mutolaadan oldin oz yurtidan uzoqda yashagan kishilarning vatanga muhabbatini qanday izohlaysiz? Shunday insonlardan kimlarni bilasiz? Saodat Sohili. Qissadan parcha. Usta Binoqul, qani turing, shom tushmay huv dovonga yetib olaylik. O'sha dovonga yetaylik, u yogi, yo Razzoq. Taqsir, oyoq bosgulik holim qolmadi. Yurolmayman, taqsir, yurolmayman. Andak bardosh qiling, usta Binoqul. Chekkan mashaqqatlarimiz inshaalloh besamar ketmas. Ajab emaski, dovon ortida biror qonalga bo'lsa. Shu manzilga yetib olsak bas, jarohatingizga ham bir davo toparmiz. Qani, qolingizni bering, usta Binoqul. Taqsir. 3 kundan buyon ahvol shu, usta Binoqul shishib ketgan. Oyoqlarini sudrab bosgancha zorlanib inqillaydi, har qadamni ming bir azob bilan qo'yadi. Hofiz Ko'yki esa lablarini mahkam qimtigancha ko'proq oz yuragidagi vahmni yengish uchun unga tinimsiz taskin tasalli beradi, sabr-bardosh sari da'vat etadi. Binoqul ingraydi, og'riqqa chiday olmay yig'lagudek yolvoradi. Hofiz Ko'yki godakni aldagan kabi uni yupatmoqqa tirishadi. Ko'pi ketib, ozi qolganini aytib ishonmoqchi bo'ladi, lekin bundan na yo'l qisqaradi, na yo'l azobi kamayadi. Ular 17 kun aziyat nima, mashaqqat nima bilmay, vaqtchog'lik bilan yo'l bosdilar. Taglarida o'ynoqlagan dulduldek otlar, xurjunlarning ko'ziga to'ldirilgan lazzatli ozuqalar belga quvvat, dilga mador bo'lib keldi. Karvondagi dunyo kezgan savdogarlarning vazmin, maroqli gurunglari yo'l tanobini tortar, huvillagan, faysiz cholning olik manzarasiga bir qadar jonlanish bag'ishlagandek bo'lar edi. 18-kuni sahar chogi kimsasiz biyobonda hali mast uyquda yotgan karvonni qaroqchi bosdi. Ular olatasir to'polonda to'q unguri yoqalab qochishga muvaffaq bo'ldilar. Binoqul qoliga ilingan kichkina bir tugunchagini olishga ulgurdi xolos. Taqsir, dedi Binoqul yig'lamsirab, hech vaqomiz qolmadi-ku, taqsir. Binoqul, dedi Hofiz Ko'yki, jon qoldi, jon. U dunyoning qariyb yarmini kezgan jahongashta odam edi. Hayot qadrini, tiriklikning nechog'li ulug' ne'mat ekanini teran anglardi. Kechagina safar sayohat zavqi, sirli, noma'lum manzillar ishtiyoqi bilan sarmast Binoqulning muschadek javdirab turganini ko'rib kulgisi qistadi. Soddadil yigitning yuragiga mador bo'ladigan biror ogiz so'z aytgisi keldi. Hali oldinda qonalga turar joy, boshpana bo'lib xizmat qiladigan joy, makon, manzil. Jazirama issiq, ochlik, tashnalik, tushkunlik singari mislsiz uqubatlar kutayotgan, istiqbolda ajal sovuq quchogini ochib turgan bir paytda bu sozning mahzun ko'ngilga naqadar ulkan quvonch va quvvat bag'ishlashini u yaxshi bilardi. Kuyinmang, Binoqul, dedi u jilmayib, padari buzrukvoringiz Hind sori ayni shu yo'ldan o'tgan bo'lsa, ne ajab. Binoqulning yuzi yorishdi. Hofiz Ko'yki yigitning dilida pinhon muqaddas sirdan voqif. Binoqul hali godak ekan. Bobur Mirzo Farkatda bir muddat to'xtagan kezlar otasi cherikka kirgan. Amirzoda Hindistonga otlanganda birga jonagan. Binoqul otasini enasining so'zlaridan tanib ulgaydi. Domdaraksiz ketgan otasining yoliga ko'z tika-tika enasi bultur olamdan o'tdi. Binoqul qaddi qomati kelishgan, pishiq-puxta, chayir yigit, kulganda kuldirgichli yuzlarda ajib bir joziba paydo bo'ladi. Chin dildan yayrab kuladi. U har ishga tirishqoq, havasmand, uzun qish kechalari kulbasida etik, mahsi tikadi, yozda 2 tanob yerda ter to'kadi. Kitobga, ilmga cheksiz ixlos qo'yganidan hamma mahallasi, Mozori Hoji masjidining imomi Hofiz Ko'ykini o'ziga ustoz deb biladi. Uning kechmish voqealar, ayniqsa Jangnomayu Jahongirlar tarixiga doir dilkash suhbatlarni soatlab jon qulogi bilan tinglaydi. Hofiz Ko'yki safarga ketgan paytlarda Binoqul uni intizor kutadi. Hofiz Ko'yki va usta Binoqul tabiatiga xos qanday xususiyatlarni kuzatdingiz? Ustozi soqqabosh, vorasda ko'ngil odam bo'lib, umri muttasil safarlarda o'tardi. U ba'zan 2-3 yillab benomu nishon ketar, safardan qaytgach, masjid xonaqosiga tutash hujrasida mutolaadan bosh ko'tarmay, allanarsalar yozgan edi. Binoqul bu bitiklarning nimaligini bilmas, so'ragani botina olmas, ammo ustozining yosh bo'lsa-da, ulug' odam ekanini sezardi. Masjid eshigiga Toshkent, Samarqand va boshqa shahru kentlardan otliqlar, hashamatli soyabon aravalar tez-tez kelib turar, zarbofton kiyib, simobiy salla oragan turli-tuman basavlat kishilar Hofiz Ko'ykini ziyorat qilib chiqar edilar. Bir oy muqaddam u ustozining Hindiston safariga hozirlanayotganini eshitib qoldi. Eshitdi-yu yuragiga gulgula tushdi, oromidan ayrildi. Otasi bundan 27 yil avval 20 yoshda xonadonni tark etgan ekan. O'shanda Binoqul 3 yashar godak bo'lgan.
U otasining tirikligiga, qirg'inbarot janglardan omon chiqqaniga, yot ellarda sog'-salomat yurganiga sonmas ishonch bilan inonar. Nazarida, padari buzrukvori ona yurtda qolgan murgak zuriyodining didorini intiqlik bilan kutayotgandek tuyular edi. Binoqul chidab turolmadi, ustozining oyog'iga bosh urib, birga olib ketishini so'radi. Hofiz Koyki rozi bo'ldi. Ular 17 kun aziyat nima, mashaqqat nima bilmay, vaqtchog'lik bilan yo'l yurdilar. Cherik qoshin, askar tanob, O'rta Osiyo xonliklarida tomonlari 60 gazdan iborat bo'lgan maydonga teng. Ya'ni ekin maydonini o'lchash uchun qo'llangan yuza birligi vorasida, ozod, erkin kent ma'lum xususiyati bilan shahar va qishloqdan farqlanib turuvchi, aholi yashaydigan joy, shaharcha. Karvonni qaroqchi bosgan o'sha mash'um juma oqshomida ular yana bir falokatga yo'liqdilar. Toshdan toshga sakrab, tog' yonbagridan pisib borarkanlar, Binoqul oyog'i toyib, 7-8 gaz pastdagi xandaqsimon ungurga, qirrador xarsang ustiga yiqilib tushdi. Beli shilinib momataloq bo'ldi, topiga handalakdek shishib, qadam bosolmay qoldi. Hofiz Koyki yigitning belini, boldirini silab, chiqqan suyakni solgan bo'ldi. Biroq ertasi o'g'riq battar zo'rayib, Binoqulning o'rnidan qo'zg'alishga ham majoli kelmadi. Hofiz Koyki Binoqulning umurtqasi qattiq shikast yeganini payqadi, labini tishladi-yu, indamadi. U hamrohini goh opichib, goh suyab, shu kuni yarim yig'och ham yo'l yurolmadi. Ertasi kuni ochlik va og'riqdan sillasi qurigan Binoqul ustozdan otinib iltijo qildi. Taqsir, endi menga ozor bermang. Sezib turibman, kunim bitgan ko'rinadi. O'zingizni ham, meni ham qiynamang. Meni shunda qo'yib, yo'lingizdan qolmang. Taqsir, unday demang, Binoqul, ayb emasmi? Qani menga mahkamroq suyaning, ha. Tog' yo'li, soqov xarsanglar. Yalangoch tovonlarning qoni tomgan chagir toshlar. Qadar cho'zilgan kimsasiz yo'l. Taqsir, endi madorim qolmadi. Suv, bir qultumgina suv bering. Binoqul, Hofiz Koyki atrofga nochor alangladi. Binoqul, biroz sabr qiling, ko'kalamzorni ko'ryapsizmi? Shoyat o'sha yalanglikdan suv topilsa. Suv. Taqsirjon, bir qultumgina suv, umrimni beray, Taqsirjon, bu azobdan qutqaring. Ey Alloh, o'zingdan bo'lak madadkorim yo'q, shafqat qilgaysan. Sel bosib kelmoqda, sel, olov seli. Holquruqqa barobar ot qo'yib quyosh yonayotir, quyosh. Meni yerga qo'ying, Taqsir, Taqsir, men olaman. Ey Alloh berahm, murodimga yetkazmadingga. Binoqul, tavba deng, kufrga botmang. Ey yaratgan egam, mayli, bu ko'rsatgan kuningga ham shukr. Armonim ichimda qoldi, Taqsir. Padarimning daragini bilsam edi. Bobur shohni bir ko'rsam, Binoqul jim bo'lib qoldi. So'ng majolsiz barmoqlari bilan tugunchagini yecha boshladi. Taqsir, mana shu kitobni men unga ixlos bilan tortiq etmoqchi edim. O'zim kitobat qilib edim. Bilmaysiz, Taqsir, o'zim ham bilmayman, lekin nechundir Xudo mening mehrimni ul zotga tushirgan. Ko'ngilni buzmang, Binoqul. Hofiz Koyki titrab ketdi. Hali tortigingizni inshaalloh oz qolingiz bilan topshirursiz. Faqat niyatni bardam qilmoq kerak. Yo'q, Taqsir, hol kunim ayonku. Binoqul unga qarab ma'yus bosh chayqadi. So'nggi tilagim ham, vasiyatim ham shu, bu kitobni Bobur hazratlariga eltib, duoyi salomimni yetkazgaysiz. Binoqul, inim. Aytgaysizki, garib dunyoda Allohning Binoqul degan bir quli bor edi. Otasi navkaringiz edi. U ham sizga ixlos qo'yib, xizmatingizga o'zini choklagan edi. Yetib kelolmadi, yo'lda Tangri rahmatiga bordi. Yig'och qadimgi masofa o'lchov birligi, taxminan 6 kimga teng kitobat qilmoq, qo'lyozma kitoblarni yaratish va ziynatlash. Qo'ying, Binoqul. Hofiz Koyki uning chok kabi yonayotgan yuzkozlarini, peshonasini siladi. Ko'ngilni ezmoq nechun? Qo'ying. Mana, Taqsir. Yiltiradi. Binoqul tugunchagidan kitobni olib uzatdi, mijjalarda yosh. Nasoim ul muhabbat. Ha, Taqsir. Shoshmang, axir bu Navoiy hazratlarning. O'zim kitobat qilib edim. Bu endi sizga qiyomatlik qarz, Taqsir. Inshaalloh. Taqsir, so'nggi o'tinchim, imkon topsangiz, otamning daragini so'roqlab ko'rarsiz. Yodingizda bo'lsin, Taqsir, otamning ismi Boboqul, otasining oti Orinqul. Xotiringizdan chiqmas, Taqsir. Binoqul. Taqsir, rozi, mendan rozi bo'ling.
Mingdan ming roziman, inim, siz ham rozi bo'ling. Binoqul. Binoqul. Ey Alloh vodarik. Hofiz Koyki va usta Binoqul suhbatidan nimalarni angladingiz? 3 kundan so'ng tog'dan otin terib qaytayotgan otinchilar behush yotgan Hofiz Koykini dara etagidagi nuragan qoya tagidan topib oldilar. Bogi Nurafshonning yashil qo'ynida yarqirab turgan oq marmar saroyida Afg'on, Hind va Bangola o'lkalarining mutlaq hukmdori keyinchalik yevropalik muarrixlarning faromishxotirligi tufayli tarix sahifalariga Buyuk Mogul imperiyasi degan mubham nom bilan bitilguvchi ulkan saltanat sohibi Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo arkoni davlat bilan ertalabki mashvarat o'tkazmoqda. U viloyatlardan kelgan turli nomalarni ko'zdan kechirib, ayonlarga tegishli farmoyishlar berib bo'lgach, majlis ahlidan mamlakatning ichki ahvoliga taalluqli xabarlarni tinglamoqqa kirishdi. So'ng Kobuldan kelgan chopar bilan bir necha arzgoylarni qabul qildi. Mashvarat nihoyasiga yetay deb qolganda Zarbof toni yoqasiga zarrin uqa tutilgan barvasta eshik ogasi kirib ta'zim qildi. Olampanoh, Sulton Muhammad Hofiz Toshkandi otlik, bir zot husni tavajjuhingizga muntazir kim ul? Qaydin kelibdir? Toshkandin, Olampanoh. Siz zoti shariflarni ziyorat etmoq orzusida kelibdir. Toshkandin, mijja, kiprik mubham mujmal, noaniq mashvarat, kengash, maslahatlashish. Toshkandin. Vatan sog'inchi bilan yashayotgan Bobur Toshkand sozini eshitganda nimalarni his qildi deb o'ylaysiz? Endi faqat tushlarda ko'radigan, olislarda armon bo'lib qolgan yurtidan Boburni ko'pdan buyon biror kimsa yo'qlab kelmagan edi. Ko'ngli allanechuk tolib. Ayting, kirsin, dedi. So'ng Qo'qiston va Hind javohirlari, asl Afg'on yoqutlari bilan ziynatlangan taxtdan turib, o'z mavqelariga ko'ra tizilishib joy olgan arkoni davlatga bir razm soldi. Yogon gavdali siyrak moy Abulvohid Forigiga ko'zi tushgach. Mavlona Forigi, dedi ohista, bu zot kim bo'lsa ekan? Sizning hech eshitganingiz bormi? Abulvohid Forigi dam qisma kasaliga mubtalo edi. O'rnidan qo'zg'alib, hansiragancha so'z boshladi. Olampanoh, sizni yo'qlaguvchi bu zot Movarun Nahning mashhur allomalaridan bo'lur. Koyki taxallus qilibdur deb eshitganim bor. Toshkentda ekanimda bir kitobatini mutolaa qilib edim. Risola fi fani at-tafsir val usul val furu val mantiq val kalom deb nom bermishlar ekan, shoyon tahsinga sazovor edi. Yana bir nima tasniflari ham bor, alal xusus, ilmi tarixda benazirdir. Siz Toshkentda suhbat quribmi edingiz? Yo'q, Olampanoh, men bisyor orzumand bo'lib edim, lekin ta'assufki hamsuhbatlik nasib etmagan edi. Sababki ul zot Toshkentdan 10 yig'och narida, Farkat otlik bir kentda istiqomat tutgan ekanlar, fursatim ziq edi, men u yerga borolmadim. Farkatda. Ha, Olampanoh, To'qning ortidagi bir kent u bu zot asli Jannatosa Ali Qushchining nabirasi Kamoliddinning o'g'li bo'lur, alar azaldan shu manzilda muqim bo'lib kelurlar. Teran Abulvohid Forigi yana allanarsalarni gapirar, ammo Bobur endi eshitmas xayolga cho'mgan edi. Farkat degan so'z unga sovuq yomg'ir savalab turgan izgirinli kunlarni, kuzak osmonida favqulodda chaqnagan chaqmoqlarni eslatdi, umrining rutubatli, hazin onlarini yodiga soldi. O'sha voqealarga qancha bo'ldi ekan? Yo Rabbiy, 27 yil. Qarchigaydek bir yigit umri. O'shanda yonida hamrohu hamkor bo'lganlardan kimlar bor? U turli tuman nomlarni eslashga urinarkan, ularning bari barmoq orasidan shuvullab to'kilgan qum singari xotirasi qatlaridan bir sirgalib tushayotganini sezdi. Noyon Kakaltosh, Gulda Qosimbek, Holdor, Mirshoh Qavchin, Qochbek. Evoh, qayda ular? Qayerlarda? Barchasi endi rahmatli. Ba'zilari shiddatli janglarda boshidan ayrildi, ba'zilari ganim nayrangiga duchor bo'ldi. Ayrimlarning umri qisqa ekan, ayrimlari esa xiyonat qildi. Oqibat, o'sha kunlardan bu kun faqat achchiq, mahzun xotiralar yodgor xolos. Bobur alamli oylardan egilgan boshini ohista ko'tardi. Abulvohid Forigi jimgina qo'l qovushtirib turardi. Eshik ogasining ortidan adil, tik qomatli, odmi ton kiygan, bodom qovoq, yuzlari shinqiragan, malla soqolli ko'hlik bir kishi ichkari kirib, ta'zim qildi. 7 iqlimning shamsi anvori zarofatliq podshohimiz Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo hazrati oliylariga duoyu ehtiromlarimiz bo'lgay. Assalomu alaykum, Olampanoh. Va alaykum assalom, xush kelibsiz, dedi Bobur iltifot bilan mehmonga joy ko'rsatarkan. Marhamat, oltiring. Ziyoratingiz Alloh dargohida qabul bo'lgay. Qulluq, Olampanoh.
Boburning ilmi hikmat ustodi Shayx Zayn Sadr Fotihaga qol ochdi. Dam qismi nafas qisishi, astma ilmi tarix ilmi.